Mehmon kutganingizda birinchi taomga shu asarchi sho'rvadan tayyorlab bersangiz, kelgan mehmonlaringiz bu sho'rvadan sizdan qayta so'rashadi. Shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha sirlari bilan tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni vikalinani 4 litrli granit qozoniga ilikli suyaklarimizni solib, qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach, yaxshilab ko'piklardan tozalab, bir dona butun piyoz, bir piyolada ivitilgan no'xat va sabzi kartoshkalarimizni xuddi shunaqa men ko'rsatganimdek dumaloq kesadigandek, dumaloq shaklda kesib olamiz. Bunaqa kesadigani atigi 10 ming so'mga idish tovoq sotadigan do'konlardan topsanglar bo'ladi. Ketidan frikadelkalarimizni solib, taomimiz qaynab chiqqach olovni pasaytirib, past olovda 4 soat davomida qozonni qopqog'ini qiyib yopilgan holatda qaynatamiz. Taomimiz pishgach, tuzlarini rosalab, alohida qozonchada chuchvaralarimizni ham qaynatib, chiroyli qilib sizib dasturxonga tortamiz. Mehmon kutganingizda birinchi taomga shu asarchi sho'rvadan tayyorlab bersangiz, kelgan mehmonlaringiz bu sho'rvadan sizdan qayta so'rashadi. Shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha sirlari bilan tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni vikalinani 4 litrli granit qozoniga ilikli suyaklarimizni solib, qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach, yaxshilab ko'piklardan tozalab, bir dona butun piyoz, bir piyolada ivitilgan no'xat va sabzi kartoshkalarimizni xuddi shunaqa men ko'rsatganimdek dumaloq kesadigandek, dumaloq shaklda kesib olamiz. Bunaqa kesadigani atigi 10 ming so'mga idish tovoq sotadigan do'konlardan topsanglar bo'ladi. Ketidan frikadelkalarimizni solib, taomimiz qaynab chiqqach olovni pasaytirib, past olovda 4 soat davomida qozonni qopqog'ini qiyib yopilgan holatda qaynatamiz. Taomimiz pishgach, tuzlarini rosalab, alohida qozonchada chuchvaralarimizni ham qaynatib, chiroyli qilib sizib dasturxonga tortamiz. Mehmon kutganingizda birinchi taomga shu asarchi sho'rvadan tayyorlab bersangiz, kelgan mehmonlaringiz bu sho'rvadan sizdan qayta so'rashadi. Shunaqangi mazali bo'lib chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, barcha sirlari bilan tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni vikalinani 4 litrli granit qozoniga ilikli suyaklarimizni solib, qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach, yaxshilab ko'piklardan tozalab, bir dona butun piyoz, bir piyolada ivitilgan no'xat va sabzi kartoshkalarimizni xuddi shunaqa men ko'rsatganimdek dumaloq kesadigandek, dumaloq shaklda kesib olamiz. Bunaqa kesadigani atigi 10 ming so'mga idish tovoq sotadigan do'konlardan topsanglar bo'ladi. Ketidan frikadelkalarimizni solib, taomimiz qaynab chiqqach olovni pasaytirib, past olovda 4 soat davomida qozonni qopqog'ini qiyib yopilgan holatda qaynatamiz. Taomimiz pishgach, tuzlarini rosalab, alohida qozonchada chuchvaralarimizni ham qaynatib, chiroyli qilib sizib dasturxonga tortamiz.